Hammer sorti Green Life kompaniyasiniki silyos yo'nalishi bo'yicha hozircha O'zbekistondagi eng hosildor navlardan biri. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yurtdoshlar. Surxondaryodamiz Uzun tumanidagi Osiyo oltin urug' korxonamiz urug'chilik dala maydonida ushbu Hammer navini bejizga tanlamadim. Toshkent viloyati Zangiotaga borganimizda Xolxo'ja do'stimizning dala maydonlarida Hammer navini hosillarini ko'rganman. To'g'ri, biz Xolxo'ja ukamizga o'xshab, lekin gektarga 100, 120 tonna, 130 tonnagacha go'ng solish imkoniyatimiz yo'q hozircha, lekin baribir qiziqishim baland keldi. Bugun 30-aprel 2026-yil, biroz kech qoldik. Ushbu dalamizni bilasizlar, 26-yil ser yog'in keldi. Yerni tayyorlab olish jarayonlari biroz cho'zilib, umumiy dala maydonimiz 3 gektar dala maydoniga Hammer sortini ekishni niyat qilgan bo'lsak, oldinroq yetilgan 1 gektar 30 sotix maydonimizga ekdik. 19-aprelda sug'ordik. U dala maydonlarimiz chiqib qolgan. Lekin asosiy sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan tuproq tahlillarini o'tkazganmiz. Tuproq tahlillerini u dalada ham, bu dalada ham o'tkazganmiz. Katta dala maydonidan sizlarga ma'lumot bermoqchi edim. Bugunga nasib qilgan ekan, 30-aprel sanasida Green Life kompaniyasini Hammer navini bugun ekishni reja qilganmiz. Xudo xohlasa, hozir ekish jarayonlari boshlanadi va biz sizlarga makka jo'xori haqida to'liqroq, batafsilroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Kuzatishda davom etasizlar, qo'llab-quvvatlab, like tugmalarini bosib qo'yamiz. Xo'p, nimaga men aynan Green Life kompaniyasini Hammer navini tanladim? Umuman duragay makka jo'xori urug'i ekyapman. Bir nechta sabablar bor. Surxondaryoda meni fikrimcha hali makka jo'xorini silyos qilib, silyos yo'nalishida ham savdosini tashkil qilish, ham chorva hayvonlarga berish unaqa rivojlanib ketmadi. Men makka jo'xori savdosi masalasi bo'yicha Andijonga, Vodiy viloyatlariga juda ko'p tashrif yurganimda, u yerdagi makka jo'xori silyosini chorva hayvonlariga asosiy ozuqa hisobida ham xonadonlardagi chorva boqadiganlar, ham katta korporatsiyalar dala maydonlariga makka jo'xori ekkanini ko'rib, Surxondaryoda ham chorvachilik bo'yicha makka jo'xori silyosini eng asosiy ozuqalarga olib chiqish niyatim bor. Buni rivojlantirishimiz kerak. Duragay ekishimizga sabab, duragay bilan ko'pchilik so'raydi. Mana bu makka jo'xori urug'larimiz taxminan hozir 95 ming, 100 ming so'mga kilosi to'g'ri keladi. Qopiga qarab, mahalliy makka jo'xori urug'larimiz 5 ming so'mga to'g'ri keladi. Nimaga endi 5 ming so'mlik urug' turib, biz 100 ming so'mlik urug' ekishimiz kerak deydigan, so'raydiganlar ham ko'p. Buni bir qator sabablari bor. Nimaga bu 5 ming so'm, nimaga bu 100 ming so'm? Buni bir qator afzalliklari bor. Dastur davomida asosda tushuntirib ketamiz. Makka jo'xori duragaylarini ekadigan bo'lsangiz, chorva hayvonlarini yegandan keyin uni oshqozoniga tushgandan keyin hazm qilish jarayonlari ham duragaylarda bir muncha oson. Mahalliy makka jo'xorilarda hazm bo'lish jarayonlari ham qiyin va shunga o'xshagan bir qator afzallik tomonlari bor. Bundan tashqari hosildorlikda, kilokaloriya, buni ozuqaviylik jihatida ham bir qator duragay makka jo'xori urug'larimizning afzalliklari bor. Buni ko'pchilik ham makka jo'xorini mahalliy navlarini ekkan, ham duragaylarda ekkan, bitta dalada yetishtirib chorva hayvonlarga bergan ko'pchilik biladi. Bu haqida unaqa ko'p to'xtalmoqchi emasman. Asosiy masala 1 gektar maydonga bugun qancha reja qilganmiz? Hozir salkam 2 gektar dala maydonimiz tayyor. Asosiy masalalardan biri, ko'p tavsiya qilaman, Instagramda ham faoliyatimizda yoki YouTube kanalidagi ko'p videolarimizda amafoslarni, kalilarni yerga berib yuboring deb. Xuddi shunaqa o'zimiz yerga amafosni berib yubordik. Avvalo tuproq tahlilini o'tkazdik. pH'imiz sal balandroq ekan. pH'imizni me'yori makka jo'xori dala maydonlarida 6,5 dan 7,5 gacha bo'lsa normal holat hisoblanadi. Bizniki 8,5, 8,5 dan ham sal balandroq chiqdi. Ekranlarga laboratoriya natijalarini qo'yib ketaman. Afsuski, fosforni yerdagi miqdorini bila olmadik. Tahlil qiladiganlarga yozib berayotganda fosforni miqdorini o'lchash yozilmagan ekan. Endi mutaxassislar shunaqa deb aytishdi. Har holda agrolabdan aloqaga chiqib buni bila olmadik natijasini. Mana shu munosabati bilan standartimizdan voz kechmadik. Yerimizga gektar hisobida 300 kilo toza amafos berdik. 100 kilo kaliy berib yerga agat olishdan oldin berib yubordik yerga. Agatlar oldinda 70 laka agat oldik. Ko'pchilik so'raydi, makka jo'xorini silyos yo'nalishida qancha eksak to'g'ri bo'ladi? Ariqdan sug'oriladigan dala maydonlarda 80 mingdan ko'pi bilan 90 minggacha tavsiya qilamiz. Agar tomchilab sug'orish orqali yetishtiradigan bo'lsangiz, tomchilab sug'orish orqali har xil makroelementlarni va mikroelementlarni bochkada osongina ildizga to'g'ridan to'g'ri berish imkoniyatingiz bo'lganligi sababli 100 ming, ko'pi bilan 110 ming donagacha tavsiya qilamiz. Biz o'zimizni dala maydonimizda hozir
katta siyalka topolmadik. Siyalka mavzusi ham o'zi bir alohida mavzu, balkim kelasi yillarga Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan aniq ekadigan siyalkalarni olib kelamiz, lekin hozircha siyalka masalasida uzun rayonda qiynaldik. Mana bunaqa Xitoy siyalkalari hozir yigitlar keladi, yigitlar kelishini kutib turibmiz. Mana shu siyalkalardan foydalanib ekdik. Narigi tomonimizda aytib o'tdim, 1 gektar 30 sotix maydonga ekdik deb, 1 gektar 30 sotix maydonga hamma yerda umuman makkajo'xorilarda katta qismida bir qopda 50 ming dona bo'ladi. 50 ming donadan 3 ta qop bergandik 1.30 ga. Taxminan 3 kilolar oshib qolgan ekan. 19-aprelda ekkandik, u makkalarimiz hozir mana shuncha bo'lib, taxminan 10-15 sm bo'lib chiqib qolgan. 3 kilo oshib qolgan bo'lsa, hisoblab kiloga urib ko'rsam, taxminan 95 ming donadan 100 ming donagacha ekilgan ekan. Mana bunaqa surib ekadigan siyalkalarda ekdik. Hozir ham shu siyalkalarda ekmoqchimiz. Ko'pi bilan 100 ming dona bo'lmasa, 80 ming donadan 90 ming donagacha 1 gektar maydonga silos yo'nalishida tavsiya qilamiz. Endi oraliq santimetrini aynan necha santimetr bo'lishi kerak deb ko'pchilik so'raydi. Silos yo'nalishida 16 santimetrdan ko'pi bilan 18 santimetrga bittadan eksangiz yetadi. Bu makkajo'xorilar unib chiqqandan keyin so'talari ham yaxshi shakllanish kerak, so'talari ham yaxshi rivojlanish kerak. So'talari yaxshi shakllanib, rivojlangandan keyin hali yuqorida mahalliy makkajo'xori bilan duraga urug'larda nima farqlari bor? Nimaga endi bu 5 ming so'm, nimaga bu 100 ming so'm deb aytib o'tdim. So'talari yaxshi rivojlangandan keyin so'talarida kilokaloriya ozuqaviylik birligi yuqori va yaxshi rivojlanmasa mahalliy makkajo'xorilar bilan katta farq qilmaydi. Shuning uchun so'tasi albatta buni o'radigan holati bor. Uni dasturimiz davomida sizlarga ma'lumot beramiz. Xo'p, ko'pchilik xarajatlarga qiziqadi. Hozir men xarajatlariga tayyorgarlik ko'rib kelmadim. Bu birinchi dasturimiz. Xudo xolasa, sizlar bilan buni fikr mulohaza tarzida YouTube kanalimizga qo'yamiz. Ushbu dasturda ikkinchi qismida mana bu makkajo'xorilarimiz sog'-salomat unib chiqqandan keyin birinchi dasturda ikkinchi dasturgacha bo'lgan oraliqdagi yerlarni qanchaga tayyorlatdik, necha pul yer haydatdik, amafoslarga necha pul ketdi, kaliga necha pul berdik, uni xolos texnikada qancha septirdik, qanchaga yordam qilishdi, traktorga ortadiganlar hammasi haqida xarajatlarni ikkinchi qismda ma'lum qilamiz. Hozir sizlardan muxlislarimizdan so'ramoqchiman, sizlar qanaqa makkajo'xori ekyapsizlar? Don yo'nalishida ekyapsizlarmi, silos yo'nalishidami? Qanaqa agrotexnika qilyapsizlar? Birinchi ozuqaga nima berasizlar? Ikkinchi dasturimiz chiqquncha sizlar bilan ham ozgina agar imkoniyati bo'lsa izohlarda yozib qo'ysalar, biz yerga shunaqa ozuqa berdik. Mana bu kompaniyani mana bu urug'ini ekyapmiz yoki mahalliy urug' ekyapmiz. Bizga mana shu urug'ni shunaqa tomonlari afzalligi bor, balkim arzonligimi boshqami yozib qo'ysalaringiz, bir tahlil qilgani, bir munosabat o'rnatgani, vaziyatni kengroq bilgani bizga imkoniyat bo'ladi. Xo'p, tahlil natijasi haqida aytmoqchi edim, pHimiz balandroq ekan deb. Go'ng berilganda dehqonlarimiz oldin ham aytib o'tganmiz, o'zlari ba'zan bilib, ba'zan bilmasdan go'ngdagi siydiklarini sho'rligini natijasida bizda bilasizlar, tog'lardan keladigan suvlarda yerimizda va suvimizda pHimiz baland, tuprog'imizni ham aytib o'tdim. Tuproqni tahlil qildik, pHimiz balandroq ekan, 8,5 atrofida. Buni qanday bartaraf qilsak bo'ladi, qanday neytrallashtirib o'rta me'yorga olib kelsak bo'ladi desiz, go'ng bersangiz bo'ladi. Go'ng imkoniyati borlar. Men yuqorida ham aytib o'tdim, Toshkentda Xolxo'ja ukamizning dala maydonlariga 100, 120, 130 so'mgacha dala maydonlarida go'ng beriladi. Buni YouTube kanalida oldingi dasturlarimizni 3 ta dastur qilganmiz Xolxo'ja ukamiz bilan. Uni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. U yerda batafsilroq ma'lumot berilgan. Endi nima demoqchiman? Imkoniyatingiz bo'lsa, makkajo'xori ekadigan dala maydoniga, baribir O'zbekistonda juda katta dala maydonlarida pHlarni o'lchaganimizda sal yuqoriroq chiqqan. Yuqori chiqqan pHni neytrallashtirish, ya'ni normallashtirish uchun go'ng bersangiz yaxshi. Nimaga neytrallashtirib, nimaga normallashtirishimiz kerak? Sababi, ayniqsa mana biz beradigan fosforlarda, ozuqalarda pH yuqori bo'lganda ekinlar o'zlashtirishga qiynaladi. Ayniqsa fosforda go'ng bering deyotganim sababi, tuproqni neytrallashtiring, normallashtiring deyotganim sababi, biz beradigan yerga beradigan ozuqalarimizni yoki keyinchalik selitra beramiz, karbamid beramiz, ana shu ozuqalarni pHni go'ng berib normallashtirsak, ekinimiz o'zlashtirishi oson bo'ladi. Imkoniyati borlar albatta maydaroq dala ekadiganlar yoki katta dala maydonlarida go'ng deymiz, pori deymiz, go'ng berish imkoniyati borlar albatta go'ng pori bersalaringiz makkajo'xorida yuqori hosil olishingizga sabablardan bittasi o'sha bo'ladi. Qadrli do'stlar, siyalka chuchkalarimiz yetib keldi. Aytib o'tdim, 2 gektardan sal kamroq bo'lishi mumkin. Shunday to'xtachi bir daqiqa muxlislarimizga. Qadrli do'stlar, siyalka mavzusi alohida mavzu deb sizlarga aytib o'tdim. Hozircha zamonaviy siyalkamiz mana shu Xushnudbek ukamiz ekadi. Nimasini ko'rsatmoqchiman? Silos yo'nalishida ariqdan sug'oradigan bo'lsangiz,
16 santimetrdan 18 santimetrgacha ko'pi bilan eksangiz bo'ladi. Agar tomchilab sug'orish bo'ladigan bo'lsa, sal qalinroq eksangiz bo'ladi. Chunki yuqorida aytib o'tdim, ozuqalarni to'g'ridan-to'g'ri ildizga bersangiz bo'ladi. Hozir 17, endi buni ochilishi bilan shu 16-17 santimetrga to'g'ri kelyapti. Aytib o'tdik. Buni bitta ochaylik. Shunutbek. Urug'larimiz bu yerda bunaqa siyalkada bitta muammo bor ekan. Bu urug' sal kattaroq razmerda, yana bitta Hammer navini maydaroq razmerli urug' kelgan. Yigitlar ancha qiynalyapti maydada. Birinchidan ikkita tashlab yuborar ekan. Bu razmeriga to'g'ri kelmasa, shuning uchun bunaqa siyalkada ekadigan bo'lsangiz, sal kattaroq razmerli urug' olib ekadigan bo'lsangiz, ikkitadan ekmas ekan. Keyin yana bitta muammo bo'lyapti. Yerimizda ozgina ko'rib turibsizlar, kessaklar bor. Kessaklar bo'ladigan bo'lsa, sal yonboshga tashlab ketyapti yoki sakraganda urug' ko'proq tushib ketyapti. Hozir 2 gektar dala maydonimizga 200 ming dona, 4 qop 50 ming donadan urug' olib qo'yganmiz. Ekilgandan keyin qancha urug' ketdi, nima bo'ldi, natijalarini sizlarga ma'lum qilamiz. Qadrli do'stlar, hozircha birinchi qismidan olingan video lavhalarimizni bemalol shunday eksang bo'laveradi, tugatamiz. Sizlarda birinchi qismi bo'yicha nima savollar tug'ildi, qanaqa savollarga javob bersak to'g'ri bo'ladi, izohlarda yozasizlar. Xudo xolisa, yuqorida aytib o'tdim, ikkinchi qismida xarajatlar haqida, ushbu dalaga ketayotgan xarajatlar haqida to'liqroq, batafsilroq ma'lumot beramiz. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Bizni Surxondaryo viloyati Uzun tumanida Yankuch mahallasida urug'chilik savdo nuqtamiz bor. Urug'chilik savdo nuqtamizda urug'larimizni, mana shunaqa ishonchli urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, nafaqat urug'larda, balki o'simliklar himoya qilish vositalari va o'simliklarni rivojlantiruvchi stimulyatorlar savdosini tashkil qilganmiz. Nimaga ushbu ma'lumotni aytibman? Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Agar urug'chilik savdomiz rivojlanadigan bo'lsa, biz sizlarga tezroq ma'lumotlar qilishimiz, kontentlar qilishimiz, vaqt ajratishimiz, buni video montaj ukalarimiz montaj qilish kerak. Ma'lumotlarni sizlarga tezroq chiqarishimiz uchun, urug'chilik savdomiz rivojlanishi uchun siz qo'llab-quvvatlasalaringiz yanada xursand bo'lgan bo'lamiz. Va albatta, izohlarda aktiv bo'lishingiz, like bosishingiz va obuna bo'lishingiz bizga bir ruhan dalda bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Keyingi dasturlarimizda nima savollarga javob berib o'taylik. Izohlarda yozinglar. Rahmat.